Bismillahirrahmanirrahim. Aniyurt romanidagi muhim cümle ve abzaslar. Aniyurt romani 3. kısım. Dünyada özünün dövleti bolmagan milletdimi bichara xalq bolamdı? Bir milletning eng katta manfaati uning dövleti bolganligida. Qurban berishga o'zini atagan ming'an o'g'loni bo'lmagan millat mangu qul. Şinjanning yer osti xilma-xil boyliq, tugumas nefit, yer usti dehqonchilik, chorvachilik to'lim foydali keng zemin. Tağları orman bilan to'lgan, cho'llarmi dunyoda kam uchraydigan jonliq, jonsiz boyliqning kani. Bundaq yerni kimmi mening deb tilashmasin, yolg'on tarix yashamasin, dedi Rahimjon ziyofatda ichgan aroqning kuchi bilan jonlanib. Jang Jijong general yolg'iz siyosatchilar emas, tarixchigo. Ayting Ahmadjon afandim, Şinjan degan so'z yangi chegara degan so'z deydi, rostmi? Men turmada xanzuch xat o'rgangan, dedi Ahmadjon. Ahmadjon Qosimiy kulib. Shin deganni yangi degan ekan. Jang degani chegara degan so'z ekan. Qisqasi yangi chegara degan bo'ladi ekan. 2000 yil burun bu Xitoy xalqining bo'lgani birinchidan Şinjan sepidan sirtida, ikkinchidan yangi chegara deb nom qo'ydi ekan. Anglasam bu nom 1884-yil qo'yilgan ekan-ku. Hisoblasak u yoqda 16 yil, bu yoqda 45 yil. Var yo'q 61 yil bo'pti. Bu ism qo'yilganiga. Ras ko'n ekan. Jongo degan tarix emas, siyosat so'zlangan joy emasmi? Dedi Ahmadjon Qosimiy. Biz vaziyatga moslashmasak ziyon tortamiz. Sovet ittifoqi Şinjanning mustaqil bo'lishini xohlamaydi. Biz Sovet ittifoqining ko'rsatmasi bo'yicha ish qilmasak bo'lmas. Rahimjon Sabiri. Ras, Jongo o'zimizda tang yormoqda. Yan'an g'oliblar ustida Beijingga ko'chdi. Jiang Jishi Tayvanga qochish oldida. Sharqdagi bu buyuk tuproqda olamshumul o'zgarish paydo bo'ldi. Jonghua Mingoning o'rnini Jonghua Xalq Jumhuriyati egallamoqchi. Bu zo'r xushalliq mang'uchilarini Ahmadjon Qosimiy, Dalilqon Sogurboyev, Abdukarim Abbosov qatorliq vakillar ilidagi baliq hukumat, armiya rahbarlari, xalq vakillari o'tish kerak edi. Lekin ular Oltayni ko'zdan kechirish nomi bilan maxfiy yo'lga chiqdi. Mashinalar G'uljidan Olmaotaga qarab yurib ketdi. Go'yo tugilgan qonlar fojiani maqsad qilgandek, aziz qurbonlar tiriklarni yo'llariga chillayotgandek, hammali odamning bu dunyo bilan xo'shlashib kelgan edi. Lekin quyuq o'rmonlar keynidan kun chiqishdan asta bosh ko'tarayotgan quyosh insonlarni hayotga, yashashga baxtga chillamoqda edi. Yozuvchi osmon yaratdi, biz olimiz, bu bir adolatsizlik. Şinjandagi bu to'polon 3 viloyat inqilobini demoqchi. Shularning ishi kommunistik partiya bilan Sovetni demoqchi. Garchi bu yerga yan'andan biror siyosiy rahbar kelmagan bo'lsa-mu, baribir shundoq. Qizil bayroq maxfiy, oy yulduzli ko'k bayroq, oq bayroq oshkora. Bo'lmasa Sovet ittifoqi qurol komandir chiqib banditlarni Uyg'urlarni demoqchi. Buncha qo'llaytimi? Odamning bu dunyo bilan xo'shlashib kelgan edi. Lekin quyuq o'rmonlar keyin-keyindan kun chiqishdan asta bosh ko'tarayotgan quyosh insonlarni hayotga, yashashga, baxtga chillamoqda edi.